Savaqdaşlar, bugün men intayin murakkab hissiyat ichida o'qish bitirgunini anjak alayman. Shu tatlı hissiyatimni bir ana qushning hissiyatiga o'xshatib kelyapti. Chunki ana qush uchurum bo'lgan qush bolasini ko'rib, bir yoqdan xo'shal bo'lsa, yana bir yoqdan ballardan ayrilishga chidamay unsiz yig'laydi. Lekin sizlardan kutadigan umidim parvoz qilinglar. Qancha igiz parvoz qila olsanglar, shuncha igiz parvoz qilinglar. Ayrılandık biz bugün mektep bitip savaqdaş Günüp qalğan emasmı taqdir ekan bağrı taş Sana qiymay chidamay Gözlerimge to'ldi yosh O'tgan bo'lsa meningdin Abu qilgan jannadash Sana qiymay chidamay Gözlerimge to'ldi yosh O'tgan bo'lsa meningdin Abu qilgan jannadash Qalsam agar yigone Azlab turg'in bizlarni Goh kuldirib yig'latgan Kapsiz o'g'il qizlarni O'tgan bo'lsa meningdin Abu qilgan jannadash Sana qiymay chidamay Ko'zlarimga to'ldi yosh O'tgan bo'lsa meningdin Abu qilgan